Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar. Bizga navbatdagi masala berilibdi. Pythonda berilgan ushbu dasturda natijasini aniqlash kerak degan topshiriq berilyapti. Bu yerda bizga list, ya'ni ro'yxat berilyapti. A ro'yxat, unda Onyx, Lacetti, Damas, Spark, Nexia degan qiymatlar berilyapti. Birinchi qatorimizda, keyingi qatorimizda A listga append bilan Tahoe'ni qo'shyapti. Ya'ni birinchi byuroda o'qib bo'lgandan keyin ikkinchi qatorga tushganda uni ko'rinishi quyidagicha bo'lib qoladi. Ya'ni mana bunday holatda bo'ladi. Tahoe ko'rinishga o'tib qoladi. Ikkinchi byuro bajarilganda, demak, keyingi qatorga o'tganda, keyingi qatorda shart bo'lyapti. Ya'ni A ro'yxatni uzunligi 3 dan katta bo'lguncha, ya'ni 3 dan kichik bo'lsa shart bajarilaveradi. 3 dan katta yoki teng bo'lganda mana shu while sharti tugaydi. Mana bu tugaydi va keyingi print buyrug'ini ishlatadi. Javoblarga ham qaraydigan bo'lsak, har bitta javobda mana tracker bor. Sababi eng oxirgi chiqariladigan buyruq bu tracker bo'ladi. Biz bu masalaga yondashishimiz uchun birinchisini topsak bo'ldi. Ya'ni birinchi chiqadigan so'zni topsak bo'ldi. A ro'yxatda, demak, birinchi len ishlaydi. Ro'yxatning uzunligini hisoblaydi. 1 2 3 4 5 6 6ni solishtiradi. Shart bajariladi, ya'ni 3 dan katta. Shuning uchun shart bajariladi. Print, ya'ni ekranga A ni chiqar deyapti. A ni ekranga chiqarganda mana bu yerda pop bilan buyruq beryapti. Popning ichida hech qanaqa qiymat bo'lmasa, demak oxirgisini oladi. Agar bu yerda 0 1, ya'ni har bitta nimalar indekslanganda 0 1 2 3 4 5 bo'lib nomerlanadi. Shuning uchun bu yerda qiymat berilmasa eng oxirgisini oladi. Eng oxirgisini olib ekranga chiqaradi va mana shuni o'zini o'chiradi. Bu mana shu buyruq xuddi shunday ishlaydi. Ya'ni Tahoe'ni ekranga chiqaradi va o'zini bu yerdan o'chiradi. Mana bunday holat bo'lib qoladi. Va ekranga mana bu D javobdagi holat chiqadi. Ya'ni Tahoe, Nexia, Spark, Damas, Tracker chiqadi. Nimaga Lacetti bilan Onyx chiqmaydi deydigan bo'lsangiz, bu yerda mana bularni chiqarib bo'lgandan keyin u keladi, shartni tekshiradi. Shartni tekshirganda eng oxirgisi A Damasni ekranga chiqargandan keyin Damasni o'chiradi. Mana bu yerdan. O'chirgan holatda ekranga mana bu while yana ishlagan paytda len A shart bajarilmaydi. Ya'ni bu yerda ikkita qiymat qoldi. Mana bu shart bajarilmay qolgandan keyin bu o'z navbatda mana bu siklni tugatadi. Bu siklni tugatgandan keyin Damas chiqqandan keyin ekranga mana bu print, ya'ni tracker ekranga chiqadi. Mana shunday holatda bizning javob D bo'ladi. Ya'ni berilgan natija mana shunday holatda ekranda hosil bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.